Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlarga kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan birgalikda YouTube kanalimizni qanday qilib o'chirib ochishni ko'rib chiqamiz. Bu yerda mana YouTube kanalim, albatta 449 ta podpischiklari bor, prosmotrlari bor, lekin bu kanal menga kerak emas. Shuning uchun o'chirib tashlashga qaror qildim va buning uchun biz albatta oddiy oynada turadigan bo'lsak, oddiy oynadan YouTube'ga kirgan bo'lsak, mana bu yerda shunga bosamiz va bu yerdan Tversiga studiyasiga o'tamiz. Tversiga studiyasiga o'tib turib, chap tomondagi oynadan настройка bo'limiga o'tamiz va настройка bo'limiga o'tganimizdan so'ng bu yerda kanal bo'limiga o'tamiz. Inglizcha xohlagan tilda bo'lsin. Shu ikkinchida kanal bo'limiga o'tamiz. Расширение настройкаga o'tamiz. Bu yerda pastda удалить контент с YouTube turibdi. Bu yerda shuni bosamiz. Biz mana shu oyna ochilib, bu yerda akkauntimizni tasdiqlashni so'rayapti. Пожалуйста. Сам я хочу men doimiy kanalimni yashirib qo'yishim mumkin deyapti. O'zim men xohlayman doimiy kanalimni ochib tashlashni deyapti. Bu yerda barcha videolaringiz o'chib ketishi mumkin. 46 ta video va 16 ta playlist, подписчик va boshqa narsalar barchasi o'chib ketadi deyapti. Barchalar orasiga bitishga qo'yib turib, bosib turib, hozirgimizni bildirib turib, delete my contentni bittagina bosamiz va bu yerda nima so'rayapti? Kanalimizning nomini so'rayapti. Ya'ni kanalimizga ulangan pochtamiz nomini bu yerda belgilab turib qo'yib, o'chirib bosamiz va delete my contentni bitta bosamiz va обновление qilmoqda va kanallar o'chirildi deyapti. Hozirda barcha ishlar bajarmoqda ekaningizda ko'proq vaqt olishi mumkin deyapti va bizning kanalimiz o'chirib yuborildi do'stlar. Shunday qilib kanalimizni o'chirib tashlashimiz mumkin. Xohlagan YouTube kanalimizdan keyinchalik kerak bo'lmasa yoki ishlatmasak va nomerimizni bo'shatmoqchi bo'lsa, shunday qilib kanalimizni o'chirib tashlashimiz mumkin. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib turib, kommentariyaga fikringizni yozib qoldirib keting. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum.